Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, YouTube ishqibozlari, aka-ukalar, ahli ilmlar. Xo'p akalar, bugun hafta kuniga, xo'p, yakshanba dam olish kuni, 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami deyishadi, lekin biz bunaqa bayram biz uchun begona. Xo'p akalar, bugunga 6 dona sog'lig'im bor, bo'g'oz, qisir, hammasidan bor. Qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videoni boshida bitta chiroyli like bosib, badishga qilib qo'ysalaring, inshaalloh video kimgadir manfaatli bo'lsa, xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Xo'p, ismim Abduqodir. Videoni Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan o'zimizning xonadondan qilyapmiz. Bu sherigim do'stim Azimjon, o'z shogirdimiz Xurshidbek. Xo'p, videoni ko'p cho'zmay birinchisidan ko'rsatib boshlasak, xo'p, birinchi qo'y, ikkinchi qo'y. Hop, ikkalasi ham bo'g'oz. Bular ikkovi ham bo'g'oz. Mana hozir quloqlarini, bo'ylarini o'lchab ko'rsatamiz. Oyoqlari yotmagan. Hop. Jonivorning tagi o'zi bilinib yotibdi mana. Bo'g'ozligidan tagi bilinib qolgan. Mana bel qismlari tulab kelyapti, simjun. Quloqning nomeri 3223. Tishini sekin ochib ko'rsatish iloji bormi? 6 tish. Jonivor bo'ladi. 6 tish bu birinchi qo'yimiz akalar. Xudo xolasa yaqin bo'g'oz, bu aprelga arang o'tadi. Mart aprelga arang o'tib tug'adi, xudo xolasa. Bu ikkinchi qo'yimiz. Bu ham bo'g'oz, xudo xolasa. Bu sal kechikroq undan ko'ra. Bu 4 tish, 4 tishga keyin chiqqan qo'y. Yaqinda chiqqan, xudo xolasa. Bu ham bo'g'oz. Hop. Quyruqlari bu ham orqalari. O'ta polvon narsa, bellari, beldor qo'y bu. Bu kechikroq bo'g'oz unga qaraganda. Bu yaqin, bunisi kechikroq, lekin aniq bo'g'oz o'zidan chiqqan ikki o'ya, o'zi qildirib video qilib qo'ygan. Xudo xolasa hozir birinchisini bo'ylarini o'lchaymiz, ha. Bismillah. Sekin ushlab turing. Bismillah. Hop, biz akalar metrda qo'ling qo'ychi, realniy bo'lsin. Ha. Metrda mana shuna qilib ko'rsatib beramiz. Nechini ko'rsalaring olaverasizlar. Xo'p, ikkinchisini ham ko'rsatib qo'yaylik bir quloqqa, keyin quloqlarni o'lchab beramiz. Ikkinchisiga o'tirib olyapti. bu qo'y cho'kib olyapti. Hozir. Ha, qo'lini qo'yib ko'rsatib qo'y. Mana akalar, nechini ko'rsalaring shunga pul berib olaverasizlar. Hop, quloqni ham o'lchab ko'rsataman. Hop. Birinchisini boshlaylik. Birinchisini qulog'i. Mana 19 plus. Ikkinchisini qulog'i. Şuradan kalsudan qo'yganda, kalsudan qo'yganda bu ham 19 pilish. Xudo xolasa ular yeb ichishiga bir hafta garantiya beraman. Yemog'i, ichmog'i bir hafta o'zimga tan. Yemasa, ichmasa yutorsa qaytib olaveraman. Hop, bular birinchi, ikkinchisi. Bular bo'g'ozlar. Hop, bo'ybaslar hamma yo'q ko'rlang. Hozir endi 3-chi, 4-chilarni ko'rsatamiz. Videoni o'tkazib o'rmay, like bosib qo'yinglar. Abduqodir qo'ydi gaplashib savdosini qilgandan keyin topa olmayman YouTubedan deb qiynalmaysizlar. Shuncha ekranning o'ng tarafida turgan qizil podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysalaring, obuna tugmasini. YouTube'ga kirib shunday topa olaverasizlar. Like bosib qo'ysalaring, topa olaverasizlar. Xo'p, keyingilarni olib chiqaylik-da, 3-chi, 4-chini. Bu 3-chi, 4-chi qo'yimiz. 4 tish, 6 tishdan bular hozir. Xudo xolos bularni ham hozir parametrlarni o'lchab ko'rsataman. Hop, mana 3-chisini ko'rsatib qo'ying. Tishidan ko'rsatib qo'yaylik boshida. 3-chi qo'yimiz. 2 tishdan 4 tishga o'tayotgan ekan. Lekin tushlar vobshe katta bu. Old perodolari katta. Mana hop, yelka qismlaridan keladigan bo'lsak, polvon, quyrug'i ochiq, xudo xolisa qochadigan sostenada. Bu qisir. Oyoqlari tekis yotmagan. Mana uzoqdan umumiy ko'rinishi. Jonivor. O'ta uzun, katta qo'y. Oldini ko'rsatchi. Mana to'shni qarang, sog'liq to'shini. 2 tishdan 4 tishga o'tayotgan sog'liq. Hop, bu 4-chisi bu. Tishni ko'rsatchi buni. Bu nechta ekan? 6 tami, nechtadir? 6 ta, 8 ta mana shu. Hop, quloqdagi baldaq 45-36. Oq tumshuq, lekin yaxshi narsa. Buni oldi u undan ham katta. Oldin ko'rsating, to'shini. Ana to'sh, ana sog'liqni to'shi.
akalar bitta narsani bilinglarki, bunaqa yirik sovliqdan chakana qo'zi tushmaydi inshaalloh. Mana baldoqlari bor. Xudo xolasa, baldoqlari uzun-uzun. Yirik narsadan yirik bola tushadi. Mayda narsadan mayda bola tushadi. Bu razrez dakansa bo'ladi ekan. Razrezni ochib ko'rsatib qo'ying-da. Mana dumpum aralashmagan. Bu ham qisir bo'lishi kerak. Qochmagan, bel ham sandal. Janavar. Oyoqlari, mana. Moshni hozir uni uzoqdan ko'rsataman. Mana umumiy ko'rinishi sog'liqlari. Lekin haqiqatan gigant akalar. Men masalan boricha aytib sotaman. Qanday bo'lsa shunday aytaman, lekin gigant sog'liqlar. Hozir bo'ylarini o'chirib ko'rsataman. Xo'p. Uchinchisini bo'yi yerdan qo'ling qo'ychi. Mana. Bo'yi. Hop, to'rtinchisini bo'yi yerdan qo'ling qo'ychi. Mana. Akalar gigant mayda narsa emas, gigant narsa. Hop, qulog'ini. Uchinchisini qulog'ini o'lchaylik. Mana shu yerdan kalsodan qo'yib, qulog'i pashti 21. 20 plus. To'rtinchisini qulog'i lekin kalta, unaqa uzun emas. Chiqsa 18. Lekin buni kalla, bunda kalla ancha-muncha qo'ydi yo'q. O'ta qo'chqordi kallasiga o'xshaydi. Qarishiga qo'yib qo'ygan hali kallaning shirinasiga. Janavar o'ta katta shirina. Mana shu qo'ydi. Do'stona aka-ukachilikka tavsiya qilaman. Liboylar. Men oldi ko'kraklarni ko'rsatdingda mana shu qo'y. Ko'kraklarni ko'rsatdim. Mana shu qo'ydi do'stona taklif qilaman. Kimga bo'lsa ham. Bu qo'y bergan bolani ancha-muncha qo'y inshaalloh berilmasa kerak. Lekin bu katta narsa. Bu ham katta narsa. Bular qisir. Oldin ko'rsatish shuni ham. Tushini. Mana tush. Sog'liqni tushi. Hozir qo'lim tiqib ko'rsatib ko'raman. Mana. Baquvvat narsa ikkovi ham. Razrezlar cho'tki. Mana. Mana. Qo'ylar umumiy ko'rinish. Mana. Buni ham razrezlarni ko'rsatib qo'yaman. Quyruq ochiq mana. Xudo xolos qochaveradi. Xo'p. Bu 4-qo'ylarimiz hozir 5-6 qo'yni ko'rsatamiz. Narxini o'shanga qaraytaverasizlar. 1-2 qancha o'shanda aytib ketaman. Ko'pchilik yozib adashtirasiz deb adashtirmayman. Oxirgacha ko'rsalang adashmaysizlar. Xo'p, akalar, 5-6 qo'yimiz oxirgisi mana shular. Xo'p, bularni bo'g'oz qisirligiga keladigan bo'lsak, buni qochga kecha qochdi bu. Kecha tumandan o'zi turib qochdi, video syomka qilib qo'ydim. Ushlamaganini endi Allohdan u. Yani 50-50 demoqchiman. Kecha o'zi turib kuyib qochdi. Bugun ham ittalab ham qochyapti turdi, video qilib qo'ydim. Bu qisir. Bu qo'y qisir. Xudo xolasa narxlari ham yo'lida, hozir hammasini aytamiz. Xo'p, birinchisi bu ya'ni 5-si. Tishlarni ko'rsatib qo'ying-da 5-chi sog'liqda. 4 tish. Tushlar. Tushini ko'rsatchi. Yani tushlari. Xo'p, buni orqalari. Orqa mashina lekin bunda. Mana orqa. Bu boladan ajragan qisir. Yana Alloh biladi, lekin boladan ajragan. Bu o'sha hozir yaqinda qochdi, kechadan beri qochyapti. Buni tishi 6tamikin, 8tamikin bilmayman. Mana shu. 6 tish bo'lsa kerak. Ya 8 ya 6. Lekin bu karabl, haqiqiy karabl. Tushlarni ko'rsatib qo'yib buni. Mana tush. Bu junda emas. Uzunligi ham uzun. Hop. O'ta uzun sog'liq. Mana. Qochganligi 50-50. Hop, akalar, buni dumbasini ishlov qilingan. Ishlangan sababi sog'liq gigant. Bu qochmaydigan holatga kelib ketganda, qochirib bo'lmaydigan holatga kelib ketganligi uchun dumbasini ishlab ko'tartirilgan. Agar bir oldin bolani yaxshi bermagan bo'lganda, qanaqadir bir betay narsa bo'lganda, o'shanda so'yilib ketardi bu narsa. $200, $100 sarf qilib hech kim dumbasini ko'tartirmas edi. Rasot qilib. Shunaqa xullas. Lekin qochdi, o'zi turib bog'lab qochdi. 2 kundan beri qochyapti. Tumandan, o'zimizdagi o'sha $4000 tumandan qochyapti. Bu 50-50. Hozir bo'ylarni ko'rsataman. 5-sini bo'yi. Biz qancha ko'p gapirsak, ma'lumot berib gapirgan bo'lamiz. Mana 5-sini bo'yini qo'ling qo'ychi. Mana. Bo'yi 6-sini bo'yi. Qo'ling qo'ychi. Mana, ko'ryapsizlar aka, 1 gram juni yo'q. Xo'p, qulog'iga ham qo'yib ko'raylik. Endi kalta bo'lsa ham qulog'i
5 qulog'i bo'lsa 18 chiqsa kerak, 18 19. 19 plus. 19. Buniki 18. 18. 18. Xo'p, akalar. Kimga qaysi qo'y ma'qul kelgan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Xo'p, birinchi, ikkinchi qo'yimiz narxi 1150 ga birinchi bo'g'ozdi. O'shani sherik ikkinchisini $1400. Xo'p, 3-chi, 4-chi qo'ylarimiz 1250 dan bir joyga bo'lsa, 1250 dan bir joyga bo'lsa. Bu 5-chi, 6-chi qo'ylarimiz xo'p 10 million 12,5 million. Taqalgan oxirgisi qo'lga tegishi. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Kim qanaqa tushunmay qolgan bo'lsa telefon qilsalaring, tushuntirib aloqaga chiqaveramiz. Xudo xolisa.